Salom do'stlar, bugun men sizlarga hozirgi texnika zamonida yana bir ajoyib kashfiyotlardan biri bo'lgan elektromobil Tesla Model S haqida aytib beraman. Qani ketdik. Elektromobil Tesla Model S mashinasining oddiy mashinalardan farqi shundaki, bu mashina elektr energiyasi bilan harakatlanadi. Benzin quyish shart emas. Kuzovning ostida pol o'rnida batareya o'rnatilgan. Bir marta to'la zaryad qilinsa, 407 kilometrgacha bemalol zaryadi yetadi. Benzinli mashinalardan 10-15 barobar tejamkor hisoblanadi. Mashinaning oldi va orqa qismlarida ikkita bagajnik joylashgan. Dvigatelga moy quyilmaydi. Qahraton qish sovuq kunlarda ham bemalol motor o't oladi. Qish faslida motor yog'ini almashtirishga ehtiyoj yo'q. Qish kunlari mashinani yurgizishdan avval qizdirishni ham keragi yo'q. Bu mashinada korobka peredach va glushitel ham yo'q. Portion, radiator, svecha, motor remeni, benzabak hech qaysisi yo'q. Elektromobilni zaryad qilish ham juda oson. Amerikada yo'llarda elektromobillarni zaryad qiladigan juda ko'p shoxobchalar bor. Bu shoxobchalarda elektromobillar butunlay bepul zaryad qilib beriladi. To'la zaryad qilish uchun yarim soat yetarli. Agar shoshilinch bo'lsa, bir necha soniyada shunchaki mashinaning zaryadsiz batareyasini olib, to'la zaryad qilingan batareyaga almashtirib berishadi. Mashinani boshqarish ham juda qulay. Elektromobilni bitta pedal bilan boshqarsa ham bo'ladi. Buning uchun gaz pedalini bosib, tezlikni oshirasiz. Agar to'xtamoqchi bo'lsangiz, shunchaki pedalni qo'yib yuborilsa, mashina shu zahoti tormozlanib to'xtaydi. Faqat zarurat bo'lgandagina tormoz pedalidan foydalanish mumkin. Elektromobil salonida katta monitor o'rnatilgan. Boshqa mashinalardan farqli ravishda bu mashinada knopka tugmachalar ko'p emas. Barcha boshqaruv ishlari monitor orqali bajariladi. Elektromobil harakatlanayotgan paytda motor ovozi umuman eshitilmaydi. Salonda o'zingiz yoqtirgan qo'shiqlarni tinchgina maroq bilan tinglab haydashingiz mumkin. Mashinaning ovozi juda past bo'lganligi tufayli hatto elektromobilni piyodalar payqamay qolishi ham mumkin. Shuning uchun elektromobillarga ataylab piyodalar xavfsizligi uchun maxsus ovoz chiqaruvchi moslamalar o'rnatilgan. Tesla mashinasi juda tez оборот oladi. Elektromobillar ekologiya uchun ham juda foydali, chunki bu mashinalar tokda yurganligi bois hech qanday tutun chiqarmaydi. Bu mashinaning yana bir afzalligi, mashina dvigateli suv o'tmaydigan qilib juda yaxshi izolyatsiyalangan. Suvda ham harakatdan to'xtamaydi. 362 ot kuchiga ega. Bu elektromobil Tesla Model S ning bahosi $75,000 dan $105,000 baholangan. Bu mashinalarning batareyasi, ya'ni akkumulyatorining og'irligi 540 kg dan 1 tonnagacha bo'ladi. Mashinaning o'zining umumiy og'irligi esa 2 tonna yu 108 kg. Kuzov ostida joylashgan og'ir batareya tufayli bu mashina yo'lda juda ham tekis va ravon harakatlanadi. Tesla elektromobil mashinasi 2012-yil Amerikada Tesla Motors kompaniyasida ishlab chiqarila boshlangan. Bu mashinani amerikalik injener-ixtirochi Elon Musk 2009-yil ixtiro qilgan. 2012-yildan esa ishlab chiqarila boshlagan. Tesla Motors kompaniyasining nomi xorvatiyalik buyuk kashfiyotchi, insoniyat tarixida birinchi bo'lib elektr tokida ishlaydigan texnikalarni yaratgan Nikola Tesla sharafiga qo'yilgan. Tesla Motors kompaniyasi ishlab chiqargan bu mashinalar buyuk kelajak sari olg'a qo'yilgan qadamlardan biri bo'lib qoladi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizni fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.